Talabalar festivali tadbirlari doirasida oliy ta'lim muassasalarida turli sport musobaqalarini o'tkazish ham reja qilingan. Shunga muvofiq Buxoroda ham jismoniy tayyorgarlik darajasi bellashuvlari yuqori saviyada tashkillashtirilmoqda. To'liq tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Prezidentimizning 2021-yil 16-iyundagi aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida 2025-yil 8-maydan boshlab mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalarida 18-29 yoshli talabalar o'rtasida jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlari boshlandi. Xususan ushbu loyiha Buxoro davlat tibbiyot institutida 200 dan ortiq yoshlarni o'z atrofiga birlashtirdi. Biz bilamizki, bugun kecha kunduzda oliy ta'lim tahsil olayotgan talabalarni 30-35%gina jismoniy tarbiya soatlari bilan qamrab olingan. Lekin sog'lom turmush tarzini asosida birinchi navbatda bu mana shu sport o'tadi. Talabalarimizni ommaviy sport bilan qamrab olishga qaratilgan tadbirlar birin-ketin mana davom ettirilyapti. Aytib o'tish joizki, talabalarimiz ichida sportga qiziqish juda yuqori. Faqatgina ularni yo'naltirib bilsak, mana shu qamrovni tashkil qilib bilsak, talabalarimiz ichidan albatta jahon chempionlari, olimpiada chempionlari chiqishi aniq. Festivalning ochilish marosimida so'z olganlar mamlakatimizda sportga bo'lgan e'tibor va sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi muhim omillar haqida alohida to'xtaldilar. Aytish lozim, jismoniy tayyorgarlik darajasi sinovlari orqali talabalar o'zlarining kuch, tezlik, egiluvchanlik va chaqqonlik kabi jismoniy fazilatlarni namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu sinovlar nafaqat jismoniy holatni aniqlash, balki yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularning sportga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu tadbirlar doirasida mini futbol bo'yicha o'tkazilgan Rektor Kubogi musobaqalarining g'olib va sovrindor jamoalari tantanali tarzda taqdirlandi. Bu ham endigina bellashuvlarga kirishgan talabalarga alohida shijoat bag'ishladi. Aytish mumkinki, ushbu loyiha ham oliygohlarda tahsil olayotgan yoshlar orasida yangi iqtidor sohiblarini kashf qilish uchun muhim vosita bo'lishi aniq.